Jasur, bu sohada ham sizga kimdir ustozlik qilganmi? Meni ustozim bo'lmagan. Ustozim shu Instagram, YouTube, Telegram shu deb o'ylayman. Idealni tanangizni, idealni formangizni yarata olasiz. Bahona kuchsizlarnikini qurolda. Узкий kruglarda eng ko'p tarqalgani va biz ko'pincha ustidan chiqmaydiganimiz bu zalga chiqamiz. 2026-yilda albatta zalni boshlayman deganlar bor. 2026. Mana 2026-yil keldi. Assalomu alaykum. Siz bilan bugun yana efirda. Bugungi mehmonimiz o'z ortidan juda ko'p yoshlarni ergashtira olgan hamda o'zgacha yo'nalish, o'zgacha uslubdagi kontentlar muallifi Bobobekov Jasurbek. Assalomu alaykum. Meni ismim Jasur, familiyam Bobobekov. Samarqand viloyati Nurobod tumanidanman. Yoshim 19 da. Taklif qilganlaringizdan mamnunman. Jasur, ko'rsatuvimizda an'anasiga muvofiq birinchi savolni sizdan oldin kelgan mehmon Akmal Isroilovning savollari bilan boshlaymiz. Siz mana shu dunyoga kelib qanchalik darajada insonlarga yaxshilik qila oldingiz? İnsanlarga endi ancha yaxshilik qilingan, lekin yaxshilikka yaxshilik qaytmaydi baribir. Endi u narsani o'zlari bilgan yaxshi. Oliy maqsad, hayotdagi oliy maqsad. Oldinga qo'yilgan oliy maqsad ko'p. Endi bittasi ota-onamni umriga jo'natish, Xudo xolasa. Xudo xolasa yana jahon chempionlari bo'lish. Aynan shu o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha. Xo'p, Endi uzr gapingizni bo'ldim. bemalol. Insonlarga qanchalik yaxshilik qila oldingiz degan savolingizga o'zi bir narsa borda, yaqinda eshitib qoldim. Din to'g'risida gapirmaslik kerak, uni ko'rsatib berish kerak deydi. Ko'rsatish kerak uni. Gapiraverganingiz bilan uni ko'rsatmasangiz, amal bo'lmasa befoydada. Xuddi mana shunday hozir Jasurni ham hozir paytda odamlarga qanaqa yaxshilik qilyapsiz deganda, u o'zi bilmagan holatda, balki ongli ravishda, balki o'zi bilmagan holatda juda katta yaxshilik qilyapti. Chunki hozirgi paytdagi yoshlar, aynan 19 yoshdagi bolalar bunaqa sportda ilm olish bu narsalardan yiroqlashib ketyapti. Ko'pchiligi, hammasi emas, aksariyati. Juda 100% deb bo'lmaydi. Aksariyati xuddi shunday. Bu Jasur bo'ladigan bo'lsa, mana shunday sifatli, foydali kontent yaratish orqali ham o'z auditoriyasiga ega bo'lishni, mana asta-asta yutuqlarga erishyapti, katta muvaffaqiyatlarga erishishni asta-asta isbotlab boradigan kam sonli yoshlar qatorida deb o'ylayman. Mana shu siz mana shu qiladigan ishingiz o'zi bu insonlarga yaxshilik o'zi aslida. Hozirgi o'zimizni tengqurlarimiz, yoshlar anchasi Instagram, Telegram, WhatsApp shunaqa internetga bog'lanib qolganda, o'shalarda ham ozgina sportga tortish. Endi biz ham yoshligimizda maktabda o'qib, maktabda orqasida akalarimiz salto otib, shunaqa elementlar qilib yotardi. Biz ko'rib motivatsiya olardik, sportga qiziqishimiz ancha ortardi. Endi hozir qilayotgan ishimdan ancha odam motivatsiya olyapti, bir o'ziga biz ularga qaraganda o'rnak bo'lish maqsadida bu narsani boshlaganman-da. O'rnak bo'lyapmiz deb o'ylayman. Albatta. Jasurbek mana yuqorida ta'kidlab o'tdik, ancha uncha yoshlarni Mashrab ham aytib o'tdilar. O'zingiz bilib, bilmasdan ergashtiryapsiz. Yaxshi ma'noda auditoriyasi kengayib bormoqda. Xo'p, bu yo'l o'zi qanday boshlangandi? Bu workout sohasiga qiziqish o'sha yo'lni boshi qanaqa edi? Kimdandir siz ham
ilhomlanib yoki kimnidir kumir qilib boshlagansizmi? Qanday bo'lgan yo'lni boshi? O'zi birinchi kurash bilan shug'ullanardim. Keyin kurashni ham tashlab qo'ymagan edim. Keyin chet ellik o'zimizda O'zbekiston varkautchilari sportsmenlariga qarab havas qilib o'shanaqa turnikda, brusda elementlarni ko'rib, biz ham shunaqa qila olamizmi, qila olaman degan maqsadda boshlab, o'sha yo'nalishda zo'ri bo'lish uchun shunaqa maqsadda boshlaganman. Keyin turnikda zo'r 2-3 ta element o'rgandim. O'rganganimdan keyin orada travmalar bo'ldi. Keyin chet ellik bitta Tiboshi degan sportsmen 365 kunlik challenge boshlaganda, keyin men ham o'sha narsani qila olamanmi degan fikr paydo bo'lgan. Keyin o'zimiz O'zbekistonda ham Ahmad Varkaut degan sportsmen 365 kunlik brusda anjumani qilish shunaqa challenge boshlagan. Keyin Alen degan sportsmen turnikda boshlagan. Hammasi 365 kunlik challenge boshlagan. Keyin men O'zbekiston bo'yicha endi 2-3 ta odam boshlagan anjumanada 365 kunlik challenge, keyin turnikda bir kishi 365 kunlik challenge, brusda 365 kunlik challenge. Brusda 112-kunigacha 7 anjumanada, lekin hozircha 234 kunga yetdim men. Brusda anjumanada 112 tagacha yetdida to'xtamasdan anjumana qilish, to'xtamasdan turnik qilish, to'xtamasdan brusda anjumana qilishda. Bir tomonlama ancha odamni sportga jalb qildik. Hozirda ancha odam shunaqa challenge boshladi, shunaqa trenirovka qilyapti. O'ziga maqsad qo'yib ancha rivojlanyapti, o'zini rivojlantiryapti-da. Tushunarli. Jasur, bu sohada ham sizga kimdir ustozlik qilganmi yoki o'zingiz o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi roliklarga qarab o'rganganmisiz? Bu sohada Instagramda ko'rganman, bilmaganlarimni YouTubedan o'rganganman. Shu izlagan imkon topar deydi-ku, o'shaning uchun hozir lekin meni ustozim bo'lmagan. Ustozim shu Instagram, YouTube, Telegram shu deb o'ylayman. Mana shu yerda aytib o'tib ketish kerak. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqqa yoshlar, asosan maktab o'quvchilari yoki undan kattaroq bo'lganlar ijtimoiy tarmoqqa shunaqangi berilib ketishyaptiki va yosh katta pokoleniya, ya'ni avlod o'rtasida aytilyapti, ijtimoiy tarmoq umuman biz yoshlarga kerak emas degan bir g'oya ham bor-da. Mana Jasurning fikrlaridan kelib chiqib aytaman, mana ustozlarim meni bu YouTube, Instagram deyapti. Demak, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan ham biz to'g'ri foydalansak bo'lar ekan. O'zi aslida. Albatta fikringizga qo'shimcha to'ldirsam ham bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlar ham emas, umuman 7 yoshdan 70 yoshgacha ijtimoiy tarmoqda. Ijtimoiy tarmoqda bu ijtimoiy tarmoq kerak emas, muhim emas degan mavzular o'zi aktual emas endi. Bu mavzular, bu savolni o'zi eskirdi. Allaqachon aktualligini, muhimligini isbotlab bo'lgan. Barcha yondashuvlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirish hozirda dolzarb hisoblanadi. Faqat biz endi mana shu materiallardan to'g'ri foydalanishni o'rgansak bo'ldi. Qolgan hamma narsa aytib bo'lingan. Mana Jasurbekni talabalik vaqtidan beri taniyman. O'sha o'qishga qabul qilinganda o'zim dars berganman. O'shanda adashmasam endi ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatingizni boshlayotgandingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Aynan o'sha ijtimoiy tarmoqdagi o'sha o'sish davri deymizmi? Qaysi paytga to'g'ri keladi? Nima voqea sodir bo'ldiki,
barcha o'sha hozirda siz YouTube'da ham faolsiz, to'g'rimi? YouTube'da ham faolman. Instagramda o'zi yangi akkaunt, bundan oldin boshqa akkaunt ishlatardim, lekin o'sha boshqa akkauntga nakrutka ham urib ko'rganman. Nakrutka ursa nima bo'ladi? Keyin video qo'yib Instagramda qanday topga chiqadi, o'sha narsani ancha o'rganganman, izlanganman. Keyin yaxshi sifatli kontent qo'ysa, auditoriyaga foydali narsa qo'ysa, o'shanda ko'tarilishini bilganman. Instagramda sentyabr oylarida ochganimda o'zi tanishlarimga podpiska tanlaganimda o'zi 200 talar yig'ilib qolgan edi. Keyin o'sha sport bo'yicha kontentlar qo'yib boshladim. Sentyabr oyida o'qishga kirganimdan o'sha Jizzaxga kelganimda Jizzaxda faoliyatimni boshlaganman. O'zi 200 tadan sekin-sekin oshib 1 yilda 1,5 mingta, 1400 ta podpisчик auditoriyaga ega bo'lganman. O'shanda ham yomon emasdi. Bolalar kelib rasm tushardi, muxlislik qilardi. Keyin sekin kanikul bo'lgandan keyin yozgi ta'tilda Rossiyaga ketdim ishlagani. Oldin telefonim oddiy Redmi edi, sifatli kontent olinmasdi. Rossiyaga borib maqsad ishlab, yaxshi telefon olib, sifatli kontent olib, auditoriyamga foydali narsa berish maqsadida o'sha keyin ishlaganman. Ishlab telefon oldim. Telefon olganimdan keyin video olib, o'sha unda ham 365 kunlik challenge'im davom etkazayotgandim. Ishlasam ham, charchasam ham soat 7 da ishimiz boshlanardi. 7 dan 9 gacha ishlardik. Keyin 9 dan buyog'iga video olib, montajni qilardim, 2 soat qilardim. Keyin deyarli o'zi uyqu bo'lmasdi-da. O'shanda ham o'zimga harakat qilaveray, natijasi bo'lar-da deb o'zimda ovutib to'xtamaganman. Keyin 4 oyda o'zi 100 mingta odam auditoriyamga qo'shildi. Keyin bu narsa menga ancha motivatsiya bo'ldi-da, haligacha auditoriyamga foydali kontentlar ko'rsatib berib, foydali narsalarni o'zimga ravo ko'rganlarimda yaxshi kontentlarni chiqarib kelyapman. Hozirda faqat harakatdamiz, to'xtab qolish yo'q. Men hozir Jasurni xarakterida e'tirof etib ketmoqchiman. O'sha to'g'ri so'zlik, kamtarlik. Chunki masalan nakrutka urib ko'rganman. Hamma o'sha sirlarni hamma aytavermaydi. Yo'llarni yo'q, hozir hamma ham ayta olmaydi. O'sha juda ham ko'p-ku, masalan, sahifasida 300 mingta, 400 mingta obunachisi bor, lekin aktiv unaqa emas. O'zidan o'sha hech kim bilmaydi. Bu e'tirof qilsa bo'ladigan xarakter. O'zi auditoriyani ko'paytirish, nakrutka urib ko'paytirish befoyda. Urgandan keyin o'smay qoladi, aktiv pastga tushib ketadi. O'shaning uchun nakrutka foydasi deb o'ylayman. Bu akkauntimga urmaganman, lekin oldingi ishlatgan akkauntlarimga urib, qanaqa siri bor, qanaqa rekka chiqadi, ana shu narsalarni boshqa narsada, boshqa akkauntda ishlatib ko'rganman, lekin bunisida keyin yangi akkaunt ochgandan keyin Instagram shans beradi. Chunki o'zini podpischiklari bo'lmaydi-ku. O'zini podpischiklari bo'lmagandan keyin Instagramda o'zi qo'llab-quvvatlaydi. O'zi 2-3 ta videodan keyin o'zi 1000 ta, 2000 ta shunaqa prosmotr olib chiqadi. O'shan hisobiga sekin-sekin ko'tarilganda men akkauntim ham. Tushunarli. Mana siz 365 kunlik challenge e'lon qildingiz. Shu haqida gapirib bering. Bu albatta qiziqarli voqealar, ko'plab jarayonlar bo'lgani aniq, esda qolarli. Shu haqida ham ozgina gapirib bersangiz. 365 kunlik challenjda
Men birinchi kunidan boshlamaganman, 36-kunidan boshlaganman, chunki 36dagina anjumani qilardim. Anjumani 36daga borganimdan keyin o'zi qo'llarim qaltirab, tepaga gavdamni ko'tarolmay qolardim. Keyin 36dadan boshlaganman. Video olish jarayonlarida 2-3 marta video olardim, chunki xatolari ko'p anjumani qilib yuborardim. Bittasida ko'p bo'lsa, bittasida bitta kam, ikkita kam anjumani qilib yuborardim. O'shanda xato bo'lardi. Boshida boshqa bolalarga sanatardim, tanishlarimga sanatardim, xato sanab yuborardi. Keyin videoni ko'rib, xato bo'libdi deb boshqatdan olardik. O'sha 50-kunimi 50 ta anjumani qilishim kerak degan narsa bo'lgan. Hech qanaqa montaj boshqa narsa qilinmagan. Bu narsani boshlaganimda ko'pchilik negativ fikrlar bo'lgan, negativ miyamni nima deydi, fikrimni o'zgartira olaman deb fikr bergan, lekin fikrim o'zgartira olmagan. Bunda ancha bahonalar paydo bo'ladi bu narsani boshlaganda. O'sha bahonalarni yengsangiz, o'zingizni idealni tanangizni, idealni formangizni yarata olasiz. Bahona kuchsizlarnigina qurolda. O'shaning uchun bahona qilish o'tmaydi deb o'ylayman. Hozir aytib o'tdingiz, negativ fikrlar haqida. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, juda ko'plar ham buni biladi. E'tirof etib o'tishgan buni avvallar ham. Mana shu negativ fikr bildiradiganlarni o'zi aslida salgina chuqurroq qarasangiz, даже 10 ta 15 ta tarjimani qila olmaydigan odamlarda ular. Keling shu yerda ozgina oilangiz haqida ham gapirib bering. Menimcha, sizdan tashqari yana 2 ta farzand bor. Mendan tashqari bitta akam bor, bitta ukam bor. Akam 2004-yil, ismi Javohir. Akam ham sport bilan shug'ullangan. Biz bitta singlim bor. Obshe 4 ta farzandmiz. Dadam ismi Xurshid, familiyasi Qurbonov. Ayamning ismlari Habiba. Bundan 1 yil oldin o'zi dadamga aytganman, ayam ham bo'lgan. Dadam o'zi Rossiyada bo'lgan dadam. Endi dadam oddiy ishchi, hech qanaqa davlat ishida ishlamaydi. Dadamga aytganman, dada 4-5 million pul berib turingizlar. Men yaxshi telefon olay, yaxshi kontent qilay. O'sha narsadan dog'lasa natijasi ham bo'ladi deganman. Bo'ldi, qilamiz, hozircha imkoniyati yo'q, lekin qilamiz dedi. Keyin Rossiyaga ketdik. Dadam ham Rossiyada edi. Dadamning oldiga Rossiyaga ishlagani bordim. Dadam bilan bitta uyda ko'tardik. Oylikda oldik. Oylikda olgan kuni magazinga bordik dagini. iPhone 16 endi o'sha payt 17 chiqmagan. 16 ni iPhone 16 olib berdi. Keyin uydagilarim shuncha imkoniyat yaratib beryapti, o'sha narsani men oqlashim kerak degan maqsadda ancha harakat qilganman. Xudoga shukr, oqladim ham deb o'ylayman. Dadam shu paytgacha har doim boss deb kelgan. Bundan keyin ham shunday boss deganda men ancha motivatsiya olib, hech qanday to'sqinlik qilmagan. Albatta, har bir insonda muvaffaqiyatga erishishida orqasida birinchi o'rinda oila turadi. Oilani qo'llab-quvvatlashi har bir muvaffaqiyatga erishgan insonlar suhbatini oladigan bo'lsak, o'zi aslida mana shu narsa turadi. Ya'ni aytadi-ku, hali ota-onangiz haqida aytdingiz, duolari sabab men mana shunday natijalarga erishyapman deb. Hali xudo xohlasa hali
bu boshlanishi hali oldinda, hali yoshsiz, endi 19 yoshga to'ldingiz. Oldinda juda ko'p hali marralar kutib o'tiribdi, sizni kutib turibdi. Bu taqdirni o'zgartiradi degan gap bor. Bu aslida mana shu narsa haqiqat o'zi aslida. Ya'ni aynan ota-onaning duosi inson uchun, farzand uchun hayot yo'lida eng muhim, eng kerakli nima deymiz endi buni? Vosita deymizmi? Vositalardan biri hisoblanadi. Aytadi-ku, ikki toifa odam ishlamasa ham bo'ladi deydi. Bittasi deydi, ota-onasini duosini olgan inson, ya'ni u ishlamasa ham bo'ladi. Ya'ni hech qachon xor bo'lmaydi. Ikkinchisi ota-onadan la'nat olgan inson ishlamasa ham bo'ladi. Ming ishlagani bilan baribir ham nima deydi? Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Ya'ni biri ikki bo'lmaydi degan gaplar bor. Bu ota-onaning duosi albatta siz muvaffaqiyatlaringizni asosiy tayanchi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Hali siz aytib o'tdingiz, zominda bo'lgan challenjda siz ikkinchi o'rinda oldingiz, to'g'rimi? Siz o'zingizga nisbatan siz mag'lubiyatni his qildingiz, to'g'rimi? Yana bir gap bor, bilsalaringiz. Mag'lubiyat bu insonni o'stiradi, kuchaytiradi. G'alaba bo'ladigan bo'lsa, insonga bu g'alaba ham har kimga har xil ta'sir qiladi. Kimnidir nima deydi? G'ururlantirib yuborishi mumkin, hozirgi zamonaviy tilda aytganda kibrlantirib yuborishi mumkin. Mag'lubiyat bo'ladigan bo'lsa, har doim insonni bitta me'yorda ushlab turadi. Uni qara orqa oldingga, atrofingga qara, o'zingga qara degan narsa. Sizda ikkinchi g'alaba qozondingiz, iPhone 17 yutib keldim deyapsiz. Bu ham albatta sizni yoshingizda yaxshigina natija bu. Yaxshigina natija. Siz gaplar deyish turibman, dadam oddiy davlat ishida ishlamaydi. Tog'angiz bironta joyda hokim yordamchisi yo unaqa joylarda ishlamaydimi? Menda oddiy oiladan chiqqansiz, to'g'rimi? Oddiy oiladan chiqib, mana shunday muvaffaqiyatlarga erishyapsiz. Hamma gap ham shunda-da. Hamma gap mana shunda. Oddiy joylari o'zimizni kamtar deymiz, kamtar o'zbek shunday. pahlavoni. Aslida insonni o'zi uqrashib turadigan narsa mana shu deb o'ylayman men. Ya'ni bezab turadigan narsa. Mana shu kamtarlikda juda gap katta. Xo'p, umuman erkaklarda, o'g'il bolalarda o'zki guruhlarda eng ko'p tarqalgan o'sha top mavzular deymizmi? Bo'lsa, masalan, bittasi nimadir qilishimiz kerak degan mavzu. O'sha ikkita, uchtalik, o'sha to'rttalik o'zki guruhlar yig'ilib, albatta nimadir qilaylik degan mavzu bo'lsa, ikkinchisi va eng ko'p tarqalgani va biz ko'pincha ustidan chiqmaydiganimiz bu zalga chiqamiz. Zalga chiqamiz, dushanbani kutamiz yoki qaysidir oyda qulay vaqtni kutamiz. Yanvardan boshlaymiz deymiz, keyingi dushanba boshlaymiz deymiz. Mana shu yerda bitta gapda juda ko'p kuzatib turgan tomoshabinlarim 2026-yilda albatta zalni boshlayman deganlar bor. Mana 2026-yil keldi. Zalga boramiz deb aytadi. O'ziga savol berish kerak. Sport o'zi bu nafaqat shug'ullanish, balki bu texnika, balki bu irodadir. Bu intizom deb o'ylayman. Va o'zida o'sha intizomni, mehnatni shakllantira olgan. O'zida mehnat orqasidan intizomni shakllantira olgan sportchida katta yutuqlar bo'ladi deb o'ylayman. Shu o'zingizda intizomni shakllantirishda va uni bir maromda olib yurishda sizga nima yordam beradi? Bu narsaga unchalik ko'p vaqt ketmaydi. Masalan, men qilayotgan ishimda 1 soat yo 1,5 soat vaqt ajrataman. Lekin o'sha 1 soat, 1,5 soat kuniga vaqt ajratsangiz, ancha katta natijalarga ham erishsangiz bo'ladi. Kuniga 1 soat, 1,5 soat vaqt ajratsangiz, sizga hech qanaqa zal shart emas. Oddiy uyda shug'ullansangiz ham, ko'chada workout maydonchalarida ham turnik burus, o'shanda ham shug'ullansangiz, o'zingizda formangizda, o'zingizda idealni taningizni yarata olasiz deb o'ylayman. Bu sport sog'lig'imizga ham ancha foydasi bor. Ustiga ustak mana
Juda ko'plab o'sha ko'p qavatli binolar, mahallalarda workout zonalar buning uchun barcha sharoitlar mavjud. U narsa bejizga qirilmayapti. O'sha foydasi ham katta. Faqat qunt qilish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, trenirovka qilish kerak. Ko'p emas, 1 soat, yarim soat o'ziga yetib ortadi. Albatta, bu o'zini tanasini, o'zi haqida o'ylaydigan inson uchun o'zi bu tana bu ruhni bir uyida o'zi aslida. Ruhni uyi va bizga yaratuvchi tomonidan berilgan yagona bizda ko'rinishimiz. Bizda boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmaydi o'zi aslida. Mana shu qomat, mana shu tana berildi va biz buni nima qilishimiz kerak? Asrab, avaylab va Sabaylab. yanada rivojlantirib saqlashimiz kerak o'zi aslida. Bekorga aytdim, kecha yaqinda men Mixail Valikinni suhbatini eshitdim. Unda shunaqa bir ajoyib bir fikrni aytib o'tdi. Bu yerda aytayapti, inson shug'ullansa, ya'ni jismoniy mashqlarni bajarsa, bu o'zini tanasini rivojlantiradi. Kitob o'qisa, bu aqliy tomondan aqlini rivojlantiradi. Ruhiy tomondan bo'lsa, u ibodat qilish kerak, namoz o'qiydi, musulmon bo'lgan inson. Ya'ni bu narsalar bizga qilinish kerak, shart bo'lgan narsalar. Mana shu 3 ta narsani birlashtirsa, inson juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishadi degan fikrda aytib o'tdi. Ya'ni ajoyib fikr, menga juda ham yoqdi va meni juda ham ta'sirlantirdi. Mana misol uchun deylik, bir inson bor, kitob juda yaxshi, ilmiy jihatdan, bilimi jihatdan juda yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'zini tanasiga bee'tibor, o'zini tanasiga va unga berilgan yagona bir tashqi ko'rinishga bee'tibor. Bu ham aslida yaxshi emas, aslida. Ya'ni inson ham o'zini tashqi ko'rinishini, ham ichki ko'rinishini rivojlantirib borsa, bu albatta ajoyib bo'ladi. Ruh, tana va tafakkur Tana va tafakkur uchalasini birlashtira olgan juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishadi. Mana biz hozir internet rivojlangan zamon biz ko'ryapmiz, muvaffaqiyatga erishgan insonlarda qaysi birini ko'rdingiz-u sport bilan shug'ullanmaydi? Albatta. Qaysi birini ko'rdingiz? Bor shug'ullanmaydigan, o'zini qomatini bo'sh qo'yib o'rgan, misol uchun. Ular lekin juda ham kam. Asosan muvaffaqiyatga erishgan insonlar birinchi o'rinda kitob o'qiydi va o'zini qomatiga, tanasiga juda e'tibor beradigan insonlar. Jasur, shunda savol tug'iladi-da, Jasur workout ma'naviy ozuqani qayerdan oladi? Ma'naviy ozuqani insonlarda ichida ko'proq yuraman. Endi kitobim o'qib turaman, unchalik ko'p emas. Mana shu yerda gapingizni bo'lyapman, Jasur. Qanaqa kitoblar o'qigansiz, badiiy asarlar? Agar esga olsangiz aytsangiz. Hozir Va mana shu joyda biz tomoshabinlarga o'zingizga eng yoqadigan iloji bo'lsa 3 ta, bo'lmasa 2 ta bo'lsa ham bir kitob tavsiya qilib aytsangiz, o'zingizga yoqqan. O'zi kitobxonmisiz siz? Kitob o'qib unchalik kitob o'qimayman lekin. O'zi o'qiganman deganingizga so'rayapman-da endi bu yerda. Ikki nomi nima? Qanday ma'naviy ozuqani qayerdan olasiz o'zi, Jasur? Odam Ma'naviy ozuqani fikrlash uchun. Bir xil film ko'rib oladi, bir xil intervyular tomosha qiladi, bir xil kitob o'qiydi, bir xil suhbat qiladi aqlli kishilar bilan. Qanaqa yo'llardan tanlaysiz? Ko'p tomondan podkast eshitaman. Keyin insonlar o'zidan yana masalan, kechagi o'sha Toshkentga bo'lgan safaringiz ham Yangi yil arafasi siz uchun ancha-muncha saboqlarni bergan bo'lsa kerak sizda qoladigan. Chunki u yerdagi masalan sportchilar, o'z sohasini ustalari hammasi, ular bilan suhbatda bo'ldingizmi? unchalik suhbatda bo'lmadik, lekin birga trenirovka qildik.
tushgan mobaynda birga trenirovka qildik. Siz mana shu yerda aytib o'tib ketaylik. Sport bilan shug'ullanuvchilar albatta to'g'ri ovqatlanishga, rejimiga juda ham amal qiladi. Mana shu narsada siz qanday siz alohida bir belgilangan taomlarni yeysizmi yo nima qilasiz? Qanday o'zingizni tanangizni ushlab turish uchun nimalar iste'mol qilasiz? Insonni ancha o'zgartiradi. Men hozircha to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilmayman, chunki studentman. Endi studentda qanaqa vaziyat bo'ladi, studentlar biladi. Talaba rejimidasiz-da, Talaba. Ha. Ana nima kelsa, Shunaqa. nima to'g'ri kelsa, shuni iste'mol qiladigan bir davrdasiz. Albatta. Yo'q, lekin aslida sportchilar hali siz yoshsiz. Endi biz ham endi sport bo'yicha ekspert emasmiz-ku, lekin u yerda eshitgan ekspertlardan eshitgan gaplarni bilamiz. Что inson hozirgi qomatingiz sizni kelajakda nima yeganligingizni, nima iste'mol qilganligingizni ko'rsatib turar ekan. Albatta. Hozirgi qomatingiz. Hozir nima yeyotgan bo'lsangiz, kelajakda shu holatda bo'lar ekansiz. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish juda ham ne только bu sportchilar uchun, balki har bir inson uchun juda muhim bo'lgan omillardan biri hisoblanadi o'zi aslida. Mana bu yerda zamedlenniy yad deydi-ku, ya'ni mana fast foodlarda nima deydi? Asta o'ldiruvchi zahar hisoblanadi ular. Mana misol uchun deylik, ochiqdan aytib o'tib ketsa bo'ladi. Buni kola bo'lishi mumkin, Pepsi gazlangan shakari bor narsalar ham misol uchun. Keyin yana bir ajoyib bir fikr bor. Eng shirin narsani barchasi bu insonning organizmiga ziyon narsalar bo'lar ekan. Ayniqsa shakar. Ayniqsa shakar. Eng insonga yoqimsiz bo'lgan narsalar bor, misol uchun meva deymiz, sabzavotlar deymiz, chesnok, piyoz, bular bo'lsa insonni tanasini rivojlantiradigan va insonni ichki organizmiga eng kerakli narsalardan birilar hisoblanar ekan. Inson har kuni bir kunda bitta piyoz yeyish kerak ekan. Agar uni yesa, inson organizmida juda uni yurak qon tomir yurakda qon haydashiga, tomirlarda qonlar 1 milliard aylanishiga va uni quyilib ketmasligiga sababchi bo'lar ekan. Hozir bu yerda insult, infarkt bularning hammasi qon quyuqligidan kelib chiqadi. Aslida. Jasur workoutni Instagram yoki YouTube orqali reelslarini, videolarini ko'ramiz. Sizni ko'cha-ko'yda o'zi tanib qolishyaptimi yoki kelib rasmga tushishni so'rashyaptimi? Biz o'zi Toshkentga borganimizda bitta bo'lan bilan aylanib, faqat bo'lan bilan qayerga bo'lsa o'sha yerga bordik. Ko'chada ko'rganimizda, ayniqsa Toshkentda endi bordik, universitetiga bordik. Universitetda ham 3-4 ta bolalar, Jasur workout nima qilib yursiz bu yerda, o'qiysizmi deb savollar berishyapti. Gap yo'q, qoyil qoldim. Toshkentda o'sha seni taniyapti degan hayratlanish bo'ldi bo'lamda. Keyin bu narsadan men ancha motivatsiya oldim. Keyin ko'chada ham ancha yoshlar, ayniqsa keyin yoshi katta amakilar ham ko'rib rasm tushib qoladi. Ancha xursand bo'laman. O'saman ancha. O'sha Bugungi kunda o'zi yaxshigina Instagramda prosmotrlarga egasiz. Istoriyangizni nechta odam ko'radi? unchalik ko'p ko'rmaydi. Endi videolarim yaxshi bir ko'tarilsa bir 10 ming, 20 ming ko'radi, lekin oddiy holatda o'rtachasi 6 ming, 7 ming shunday. Demak, istoriyangizni o'zini 7 ming odam tomosha qiladi. Bu qanaqa kamtar inson? 6 ming 7 ming istoriyasini agar ko'radigan bo'lsa, agar boshqa bir insonda shu natija bo'lsa, bilmayman. Men unchalik yaxshi qanaqa vahma qilib yasab olgan bo'lardi.
Hozir shuni telefoningizni olib ko'rsatib yuborasizmi bizga? Bironta istudiya shunday. Unchalik zo'r natija deb o'ylamayman, lekin aktiv istoriyani aktivini ko'tarmaganman-da men, istoriyaga qiziqtirmaganman unchalik. Bor fokusda shu postga qaratganman, postda, reelsda o'shanda yaxshiroq aktiv bor. Jasur, hozir telefonda Instagramingizni ochib bizga ko'rsata olasizmi statistikalarni? Ko'rsataman. Olib nima qiling? Mana hurmatli reklamodachilar, demak, bemalol murojaat qilaverasizlar. Istoriyalarni o'zi 6 ming odam ko'rar ekanlar. Postlarida juda ham aktivlar. Mehnatga yarasha natijasida. Albatta bu biz juda ko'p siz boshidan beri aytdingiz, omad haqida gapirdingiz. O'zi aslida omad nimani ostida yotadi o'zi? Aslida mehnatlarni juda ko'p mashaqqat, mehnatning tagida omad yotadi. Va bu hozir paytda shu paytgacha erishgan muvaffaqiyatlaringizning barchasi bu albatta mehnatlarning samarasi hisoblanadi. Va siz mana shunday mehnat qilishdan charchamang va sizni kuzatib turgan yosh tomoshabinlar uchun ham mana shunday motivatsiya berishdan charchamang. Albatta bu Instagramga kirib reels ko'rgandan ko'ra ozgincha bo'lsa ham 10 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi, archimaniya qilib o'zini tanasi haqida o'ylashlik bu albatta yaxshi hisoblanadi. Asl mana kuzatuvchilarimizdan kelgan savollardan bittasini o'qib bermoqchiman. 2025-yilda olgan eng katta sabog'ingiz nima bo'ldi? Eng katta sabog'im mehnat qilib, harakat qilaversa qachonki o'sha joyiga kelganda natijasi ham bo'ladi, u narsani o'ylamaslik kerak, faqat harakat qilish kerak. Harakatga yarasha natijasi mevasini beradi, mevasi o'sha harakatiga yarasha shirin bo'ladi deb o'ylayman. Jasur, bizda bitta bir an'ana bor, ko'rsatuvimizga kelgan mehmon o'zidan keyingi mehmon uchun bitta savol qoldirib ketish kerak shu yerda. Keyingi ishtirokchiga savolim. Keyingi ishtirokchiga. Siz biron bir qiyinchilikka duch kelib qolganingizda o'sha qiyinchilikni qanday yenggan bo'lardingiz? Rahmat. Rahmat. Jasurbek, bizga vaqt ajratganingiz uchun, bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun juda katta rahmat. Va ko'rsatuv so'ngida bizni va sizni muxlislaringiz uchun, bizni umuman barcha kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz uchun tilaklaringiz va niyatlaringiz. Sizlarga ham katta rahmat meni taklif qilganlaringiz uchun. Harakatdan to'xtamangizlar. Ota-onalaringizni sizlarga ishonib turgan barcha insonlarning ishonchini oqlaysizlar degan umiddaman. Sport bilan shug'ullanishda davom etingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Do'stlar, mana bugun siz bilan ko'rsatuvning yana bir efiri o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz asosan yosh auditoriya ko'radi va kattalar ham sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Aqliy hamda jismoniy shug'ullanishdan hech qachon charchamang. Haqiqat Bizga bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. bugungi mehmonimiz haqiqatdan kamtar va mehnatkash mehmonimiz. Sport bilan shug'ullaninglar. Jasurdan o'rnak olinglar. Sport bilan shug'ullangan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Albatta. Do'stlar, mana siz bilan ko'rsatuvning yana bir efiri o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, suhbatimiz barcha uchun manfaatli bo'ldi. Albatta, keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi mehmonlar bilan qiziqarli suhbatlarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Bizga obuna bo'lishni unutmang.